Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun bizlar bilan o'tadigan darsimiz mavzusi proporsiya, proporsiyaning asosiy xususiyatlari. Aniqlim bo'yicha proporsiya degan nima? Proporsiya deb ikki nisbatning tengligini proporsiya deb aytamiz. Aytaylik, bir A bo'lingan B degan nisbat olaylik, kelesi bo'lingan D degan nisbat olaylik. Her ikki nisbatning ma'nolari o'zaro teng bo'lsa, orasiga tenglik belgisini qo'yamiz. Demak, buni proporsiya deb aytamiz. Boshqacha nisbatni kasr orqali yozib bo'ldi. A bo'lingan B teng C bo'lingan D. A'ning B ga nisbati, C'ning D ga nisbati orasiga tenglik belgisini qo'ysak, bu proporsiya bo'ladi. Endi buningga misollar bilan bir misol keltirib ko'raylik. Aytaylik, 2 ning 3 ga nisbati teng 8 ning 12 ga nisbati. Bu proporsiya bo'ladi. 3 dan 2, 12 dan 8 ni 4 ga qisqartib etsak, bizda nima bo'ldi? Ma'nosi buning 3 dan 2 bo'ldi. Demak, mana proporsiyaga bir misol. Proporsiyaning xususiyatini bilgan nihoyatda durust va zarur u. Chunki xususiyatlarini bilgan sari bizga hisob chiqarmoq bekmi o'ng'ay bo'ldi. Katta ona bo'lsa, qanday proporsiyaning qanday xususiyatlari bor? Proporsiyaning A bo'lgan B teng C bo'lgan D deylik. Xususiyatlarini tushuntirmasdan burun masalaga bu yerda proporsiyaning a'zolarini tanishtirib o'tgitay. B ve C bu o'rta a'zolari. Endi A bilan D bular chetki a'zolar. Demak, o'rta a'zolari o'zaro o'tirib turdi, chetki a'zolari chetda turdi. Agar biz buni kasr turida yozsaqchi, A ning B ga nisbati teng C ning D ga nisbati bunda yoziladi. Yana bu bizda o'rta a'zolar. Birinchi xususiyati proporsiyaning o'rta a'zolarining ko'paytindisi chetki a'zolarining ko'paytindisiga teng. Demak, birinchi xususiyat A ning D ga ko'paytindisi B ning C ga ko'paytindisiga teng. Alnaq bizning misolimizni mushunga tushuntirib o'tgitay. Mana 3 dan 2 teng 12 dan 8 deydi, durustmi? Proporsiyaning mush xususiyati bo'yicha bizga o'rta a'zolarining ko'paytindisi 2 chetki a'zolarining ko'paytindisi teng. Tekshirib ko'raylik uchun. 2 ni ko'paytimiz 12 ga teng 3 ni ko'paytimiz 8 ga. 2 ni 13 ko'paytsak 24, 3 8 24. Kelesi bizda proporsiyaning xususiyati, ikkinchi xususiyati. Proporsiyaning chetki a'zolarini o'rin almashtirgandan proporsiyaning hech bir ma'nosi o'zgarmaydi. A ning B ga nisbati teng C ning D ga nisbati. Chetki a'zolari A bilan D ning o'rnini almashtirib ko'raylik. Shu chaqda nima bo'ldi? D ning B ga nisbati teng C ning A ga nisbati. Alnaqi misolni biz yana bir qitim shu xususiyatga sepib ko'raylik. 2 teng 12 dan 8. Biz bu yerda 2 bilan 12 ni o'rnini almashtirib ko'raylik. Shu o'rtada 12 surti keldi maxraj 3, surti 8 maxraji 2. Endi mush yerdan 12 ni 3 ga bo'lsak, kasrsiz bo'lishni bildiradi. 4 ga teng 8 ni 2 ga bo'lsak 4. Demak, proporsiyaning bu xususiyatiga mana misol keltirib ko'rdik. Shundaqla o'rta a'zolarining o'rnini almashtirg'ili bo'ladi. Kelesi proporsiyaning qanday xususiyati bor? Proporsiyaning kelesi 3-chi xususiyati. Proporsiyaning har ikki tarafini aksi proporsiyaga almashtirsa, proporsiyaning ma'nosi o'zgarmaydi.
A'ның B'ga nisbeti тең C'ның D'ga nisbeti. Her iki tarafını biz X proporsiya almashtıraylik. B'ның A'ga nisbeti teң D'ның C'ga nisbeti oldu. Aldığımız misalını şunu sep göreylik. Ormanlaştıraylık. 2'den 3 teң 8'den 12. 8 12'ni kıskırtıp etsek mi? 2'den 3 çıkıyor. Demek proporsiyanın bu xüsusiyeti mi? Xüsusiyetiga hesabımız kelyapti. Yoki xüsusiyeti dalillendi deb aytsak bo'ldi. Kelasi 4-chi xususiyat bu xususiyat maktabni o'qitish kursida ancha ko'p foydalanmaydi. Tamamen foydalanmaydi desa bo'ladi. Bu ba'zi bir murakkab yoki olimpiada hisoblarida qo'llanadi bu xususiyatni. A'ның B'ga nisbati teң C'ның D'ga nisbati. Qaranglar bu xususiyatni. Bu yerda bundaq qaranglar. A'dan C'ni alamiz. Surdan maxrijini alamiz. Şu yeni bir x, y salları çıksın. Bu yerda proporsiyanın ma'nosi o'zgarmaydi deb aytsak bo'ldi. Kelasi misolga shu berilgan misolni qarashtirib ko'raylik. 3'ten 2 teң 8'den 12. Biz 12'den 2'ni alaylik. 8'den 3'ni alaylik. Teң bizde qancha chiqadi? 10 chiqadi. Bu yerda bizde 5 chiqadi. Kechirsizlar, men bu yerda proporsiya sal xato yozibman. Bizning proporsiyamiz o'zingizga eslab bo'lsa 3'den 2 teң 12'den 8'de shunaqmi? Endi biz bu yerda 8'den 2'ni yeb ko'raylik. Teң 12 elingan 3 do'stma. Proporsiyani o'ng tarafga ko'chirib qo'yaylik. Endi asta ishlab ko'raylik. 8'den 2'ni alsak 6, 12'ni 3'ni alsak 9 teң 3'den 2. 6 bilan 9'u 3 qisqartaylik. 2'den 3. Demek bu proporsiyanın xüsusiyyəti dəlillendi deb aytishga bo'ldi. Mundaq misal qarashtiraylik. 5'ten 2 teң 14 ve kelesi 2,8 bölüngen 2,5 bölüngen 8 teң 5 bölü 16. Bu misallar proporsiya bo'lamdi deydi. İşiş. Так, birincisi 5'ten 2 teң 14. Proporsiyanın xüsusiyyətini paydalandık. Paydaşı proporsiyanın o'rta a'zolarning ko'paytisi chetki a'zolarning ko'paytisidan yoki chetki a'zolarning ko'paytisi o'rta a'zolarning ko'paytisidan. Demak, kres na kres deydi u ruscha. 5'ning 4 ko'paytisi 2'ning 10'ga ko'paytisi teng bo'lishi kerak. 5'e 4 20, 2'de 10 20. Demek proporsiya bo'ladi. İkincisi 2,8 bölüngen 2,5 bölüngen 8 yoki 2,5'dan 8'e nisbet etsek bo'ladi. Buni biz kasr orqali yozib olamiz. Buni shunday yo'lda tekshirib o'tsak bo'ladi. 8'ni ko'paytimiz 5 ga teң 2,5'ni ko'paytimiz 16 ga. 8 7 5 40. 2,5'ni 16 ko'paytsek 40. Demek proporsiya bo'ldi. Kelesi misal 3, 4, 2, 6 sanlardan proporsiya tüzümler deydik. Geçiş. Proporsiyanın birinci xüsusiyetini paydalanıp proporsiyanın 2 chetki a'zolarning ko'paytisi 2 o'rta a'zolarning ko'paytisiga teng deydi. Endi biz bu 4 sonning ichidan qaysi 2 sonning ko'paytisi, qaysi 2 sonning ko'paytisi teng. Uni tepish hech qanday bir qiyin emas. 3'ün 4'e köpeytsek 12, 2'nin 6 köpeytsek 12. Demek 3 köpeytilgen 4 teң 2 köpeytilgen 6 bo'ldi. Bu ikisini 3 ve 4'ni o'rta a'zolar etsek bo'ldi. Bu o'chada bu chetki a'zolar bo'ldi. Kasr zaymi teң o'rta a'zolari 3 bir yazsam 4'ni bir yazib bo'ldi.
chetki yazılarının halsam altını yazsam bolu, eşikini yazsam bolu. Hiç qanday farkı yok böyle. Eşikini yazay, bir altını yazay. Mana şunu bilan bizde proporsiya kelib chiqdi. Kelesi bir misal, yangi proporsiya quringlar deydi. Bu yerda biz nima qilamiz? Buni nisbati orqali qizoqlar yo'q. Proporsiya orqali kechirsizlar. 13 ning 2.4 ga nisbati 15 ning 3 ga nisbati. Proporsiyaning xususiyatlaridan foydalanib, bu yerda biz ikki chetki a'zolarning o'rnini almashtirib o'tsak bo'ladi. Demak, bizning birinchi proporsiyamiz 13 ile 3'nin o'rnini almashtiraylik yoki chetki a'zolarning o'rnini almashtirsak, shunda 3ning 2.4 ga nisbati teng 15 ning 12 ga nisbati. Kelesi o'rta a'zolarning o'rnini almashtirgandan proporsiya ma'nosi o'zgarmaydi. Demak, 2.4 ile 15 ning o'rnini almashtirib ko'raylik. Qolgan 12 ile 3 o'z pitcha qoldi. Buni dastlabki nusxani jutamishimiz kerak. Demak, ikkinchi proporsiyamiz 12 bilan 3 o'z o'rnida qolib qoldi. 15 ga 2.4 ning o'rnini almashtirib ko'raylik. 2.4 ni surati yozamiz, 15 maxraj keldi. Üçüncü bir proporsiyani yazaylik. Üçüncü proporsiya proporsiyanın her iki tarafını x proporsiyaga almashtirsa, proporsiyaga teng proporsiya kelib chiqdi. 2.4 surati keldi, 12 o'chog'da maxraji keldi. Teng 15 maxraji keldi. Suratiga 3 keldi. Kelesi bizning murakkab xususiyatimizni ishlataylik. Uni bunday yozg'il bo'ldi. 4-proporsiya 2.4 ning 12 ning 2.4 nisbati teng etaylik. Endi alaylik 15 ilg'an 12. 3 ilg'an 2.4. O'sha yerdan biz elishni o'rnab o'tsak, so'ng tarafi o'z pichi qoldi. O'ng tarafiga 3 1.0. Bunda proporsiyani alg'ilab bo'ldi. Kelesi mana ta'minlashlar deydi. Bularni birinchisini ishlaylik. Bo'lishni nisbatni biz kasr orqali qizoqlaylik. 15 ning 3 ga nisbati teng x ning 6 ga nisbati. Proporsiyaning birinchi xususiyatini foydalandik. Proporsiyaning o'rta a'zolarini ko'paytirsa, chetki ikki a'zosining ko'paytirisiga teng. Demak, 3 ning x ga ko'paytirisi 15 ning 6 ga ko'paytirisiga teng. O'sha yerdan bu yerda 3x teng bizda bo'ldi o'ng tarafida. Buni ko'paytmay, mushta qoldirgan bo'ldi kerak bo'lsa. Qoldirib qo'yaylik. Yani x tip üçün o'ng taraf sonni x ning koeffitsiyentimiz bölümüz 15 köpeyden 6 bölüngen 3 deylik. Köpeytip avar bulmay 15 ile 3'nü qısqartib etsek 5'ni deydi. 5 ile 6 qancha bo'yi 30. Endi buni biz boshqacha texnik chapsaniq chiqarg'il bo'ldi. 15 ning 3 ga nisbati teng x ning 6 ga nisbati. O'sha yerda x tip üçün 15 ni 6 ko'paytib x ga qarama-qarshi, ya'ni qiypash, ayqash qarama-qarshi turgan songa bölib o'tamiz. Yani bir de 15 ile 3 qisqaraydi, 5 ni deydi, javobi 30 bo'ldi. Kelesi ikkinchi misolda shunda qila. A ning ma'nosi tip üçün ayqash turgan ikki turaqli sonni ko'paytib, A ga qarama-qarshi ayqash turgan songa bölib o'tamiz. 4 ni 20 ga ko'paytib 16 ga bölib o'tamiz. Qisqaraydigan son izlaymiz. 16 ile 4 ni 16 ile 4 qisqaraydi. 4 qisqarsam 4 dan 1 ni deydi. O chiqqan 4 ile 20 soni qisqaraydi. 5 ni deydi. Onun 1'den şu cevabı 5. Kelesi misalda bir de şuna qilsak bo'ladi. Bir de sal boshqacha. Bir de y tip üçün bizde o qarama-qarshi turgan ikki turaqli sonni o'zaro ko'paytamiz. Bu o'zgarishlar qarama-qarshi turganlar maxraji ko'paytildi. Mesela A qarama-qarshi turgan son mana maxraji yozdik.
Алдыңғы hesapta x-қа қарым-қаршы айқаш тұрған сәт ен мәхір жазылды. Шындақла, демек қарым-қаршы айқаш тұрған 2 тұрақlı сан 4 көбейтіліп жазылды. 42 көбейтілген 2,5 мәхіржіге 7 білен 5-ның көбейтінізін жазымыз. 42 білен 7 қысқартуды 6-ның 1-ден 2,5-ден 5 қысқартайлық. 2,5-ке 1-ден 2-ні дегді. 6 білен 2-ні қысқартетіміз. Шыңа жауабы 3. Yani ақырқы біздің мысалымызда бұл ешқандай қиын емес. Yani өзгеруші қарым-қаршы туған салла біз мәхір жазған тұқ. Yani бұл сәлі башқаша жаңарақ y қосылған 5-ні өспеч көшірмес. Қарым-қаршы туған 2 сан тұрақлы санны көбейтіміз. 110 көбейтілген 42 көбейтіп 660-ға бөлейтіміз. Қысқарайда қала 110 бен 660-ні 110 қысқарсан 1-ден 6-ны тегді. 6 бен 42 қысқарап жауабы 7 болды дұрыс ма? Демек y қосылған 5 тең 7. Берін y-гіміздің жауабы қанша? 2. Мұшының білән бүгінгі дәрісіміз аяқлашты. Барлығына диққатыңызға көп рахмет.